10 ming so'm to'plabdi. Bir kun uyda o'tirsam, dada debdi, "Ha, sen buni ishlating" deb beribdi-da. Qo'limga haligi pul tegishi bilan ko'zimdan shunday yosh oqdi deydi. Oyog'imdan shunaqa bir chumalikka o'xshagan narsa jivir qilib chiqdi deydi. İchimdan nima o'tdi Xudo bildim dedi. Shunday o'g'limni bag'rimga bosib, shu kunni yetkazganingga, shu kunni ko'rsatganingga shukr bo'lsin deb peshonasidan o'pdim. Uyga kirib ayasini oldida yig'layasam, "Ha, dadasi nima bo'ldi? O'zi bolingiz deyapman. Boshqa gap gapira olmayapman" dedi. "Nima bo'ldi bolamga? Nima bo'ldi o'g'lingizga?" desa, "Bitta o'g'il bo'lsa nima bo'ldi?" desa, "Dada, ayasi bu qarang, 10 ming so'mni dada ishlating deb beruvdi. Qo'limda pochka pul kelib chiqib ketgan bo'lsa ham, karobka pul qo'limda bo'lsa ham, bunaqa maza qilmagan edim. O'g'lingizni bergan bu 10 ming so'mni meni maza qildirdi" debdi-da. Biz maza qildirganmizmi?